Do'stim Mak hayotidagi eng qo'rqinchli lahzalarni boshdan kechirmoqchi. Oldindan aytib qo'yay, men hech narsadan qo'rqmayman. Ko'ramiz. Meni qo'rqita olmaysan. Ustidan yopib qo'ying. Keyingi bosqichga o'tishing uchun 1000 ta o'rgimchak bilan 10 daqiqa qolishing kerak. O'rgimchaklarni chiqaramiz. Taymerni yoqing. Bu narsani shunchaki qilayotganimiz yo'q. Mak meni qo'rqita olmaysan deb aytgani uchun isbotlamoqchiman. Endi qo'rqyapsanmi? Biroz qo'rquv paydo bo'lyapti. Birozmi? Bu Mak yuzlashadigan qo'rquvlardan faqatgina bittasi edi xolos. Yo xudoyim! Agar u hamma qo'rquvlarni yeysa, $800,000 yutadi. Yolg'on gapirmayapman. Bu kutganimdan ancha dahshatliroq bo'ldi. 3, 2, 1. Qani ko'taring. Voy, ha. Birinchi sinovdan o'tdik. Tabriklayman. Olg'a! Lekin Mak $800,000 ni olishi uchun barcha sinovlarni yakunlash kerak. Mak, ko'zing bog'langanda bilaman. Menga ishon, to'g'riga yur. Yuqoriga ko'taring. Nega cho'kalib olding? Nimalar bo'lyapti? O'rningda tur. Qo'rqma, hammasi joyida. Yo'q. Yaxshi, meni ushlashing mumkin. Jimmy, iltimos. Ajoyib bo'lar ekan. Yo'q, xudoyim. Yo'q. Mak, endi ko'zingdagi bog'ichni yech. Ikkinchi sinovga xush kelibsan. Keyingi bosqich. Bu balandlikdan qo'rqish. Sen mana shu taxtaning uchida turasan. Bu bog'lamani yechasan, hech narsaga ulanmaysan. Yo'q. Tugmani bosasan, keyin 200 fut balandlikdan to'g'ri yerga tushasan. Qanday qilib tushishingni bilmayman, lekin menga ishon, men seni tutib qolaman. Yo'q. Qo'llaring qaltiryapti. Albatta qaltiraydi-da, chunki hech qanday xavfsizliksiz bu balandlikdan sakrashim kerak. Ha. Hatto yerni ham ko'ra olmayapman. Ehtiyot bo'l. Mak, ko'rmayotganing rost, chunki haqiqatda ham juda yuqoridamiz. Yo'q, xudoyim. Mak, shunchaki bog'lamani yech va tugmani bos. Ey xudo. Og'ayni, ko'zlarimga qarab faqat rostini ayt. Sakrayman va meni pastda kimdir yoki nimadir ushlab qoladi, to'g'rimi? Yiqilishingdan saqlaydigan narsa bor. Ishonaver. Yo xudo. Senga hozir hech narsa ulanmagan. Yo tavba. Bog'lama yo'q. Ey xudoyim. Wow. Xohlasang, bu ishni qilmasliging mumkin. Shunchaki tan ol. Mak, sen qo'rqyapsan. Bo'lishi mumkin emas. Ey xudoyim. Rostni aytsam, hozir qo'rqayotganing bilinib turibdi. O'zing asra. 5 4 3 2 1 Yoqimli parvoz. Omad 0. Voy. Uddaladi! Ishona olmayapman, buni uddaladi. Bu aqldan ozgan. Agar bu Mak kim o'zi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, u avvalgi sinovlarimdan birida ishtirok etgan. Afsuski o'shanda $800,000 ni boy bergan. Endi esa 6 ta sinovdan 3 tasiga keldi va o'sha pulni qaytarib olishga urinmoqda. Mana yetib keldik. Ha, Keyingi sinov. nima bu $5 turadigan mashinaga $800,000 soldingmi? Ko'rib turganingdek, bu mashina ko'l tomonga qaragan. Demak, uni ko'lda haydashimni xohlayapsan, to'g'rimi? Yo'q. Bu juda xavfli bo'lardi. Bu yerda gaz pedali yo'q. Mashinani haydab bo'lmaydi. Ha, men o'zimni ahmoqdek his qilyapman. Nega haydayman deb o'yladim, ha? Ha. Ahmoqlik. Shuning uchun biz uni ko'lga tashlaymiz. Kranni olib keling. Voy, Jimmy. Endi buni soch tushdi. Yaxshi. Ey xudoyim. Mak, diqqat bilan quloq sol. Biz seni bu mashinada ko'lga tashlaganimizdan so'ng mashina tezda cho'kadi. Orqa o'rindiqda 8 ta sport sumkasi ichida $800,000 bor. Qancha sumkani olib chiqishingga qarab, bu videoda shuncha pul uchun kurashni davom ettirishing belgilanadi. Olgan pul tamom, abadiy yo'qoladi. Voy dod! Bo'lishi mumkin emas. Men senga qo'rqyapman deb hech qachon aytmayman. Lekin hozir aytishga majbur bo'lyapman. Bilinib turibdi. Seni tashlashdan oldin taklifim bor. Agar hozir voz kechsang va qo'rqayotganingni tan olsang, senga $100,000 beraman. Va bu ishni shu zahotiyoq tugatamiz. Ha, xo'p. Buni qabul qilmaydi. Hech qachon taklifingni qabul qilmayman. Nolni olib qo'y. Qabul qilmayman Shunday dedim. qilishini sezgandim. O'tgan safar hammasini yo'qotgandim. Bu gal bunday bo'lmaydi. 3 2 1 Voy xudo. Tashlang uni. Mak, mashina suv ostiga butkul cho'kib ketmasdan chiqib olish uchun taxminan 20 soniyang bor.
Mak, mashina cho'kyapti, shoshil! Ey xudoyim, yo'q. Mashina yo'q bo'ldi. Juda ham tez cho'kdi-ya. O, xudoyim. Uchdi. O'tiring. Oğlum, bor undan sumkani ol. Bak. Buni olinglar. Bu sinovning eng dahshatli jihati shuki, har soniya mashina tobora chuqurroq cho'kyapti. Shuning uchun ichiga kirish va nimanidir topish daqiqa sayin qiyinlashadi. Mak pulning hammasini saqlab qolishni istasa, iloji boricha tez harakat qilishi kerak, lekin ko'rib turganingizdek, bu oson bo'lmaydi. Nola, kel, ol buni. Mak birin-ketin sumkalarni olib chiqishda davom etyapti. Xudo. Sumkalar ketidan sumka. Mak, sen rostdan ham jinnisan. Ammo bu bilan sinov tugamadi. Mashina tobora chuqurroq ketayotgan bir paytda Mak hali bilmagan bir narsa bor. U oxirgi ikkita sumka xavfsizlik kamariga bog'langanidan bexabar edi. Mak aktyor bo'lib jangari filmda rol o'ynasa ham bo'lar U ekan. oldin deyarli olimpiya darajasidagi suzuvchi bo'lgan. Shu sabab aynan bu sinovni tanladi. Ha, lekin 12 metr pastga sho'ng'ish kerak. Suv ham muzdek. Nafasni qanday ushlayapti o'zi? U yana bir sumkani olib chiqdi. Endi qayiqda 700 ming dollar bor. Bas qil, Mak. Shuni o'zi yetar. Shu joyda to'xta. Davom ettirish shart emas. Yo'q. Bo'ldi, u gapimga parvo qilmayapti. Ayni paytda mashina 14 metr chuqurlikdagi ko'lning tubiga tushib ketgan edi. Endi Mak uchun oxirgi 100 ming dollarni olish deyarli imkonsiz edi. Boshqa sho'ng'i olmayman. Past qop-qorong'i. Yutqizganingni tan olyapsanmi? Mashina yo'q, Jimmy, ko'rinmayapti. Shunaqa. Qayiq yonga og'ib ketyapti. Voy, sen juda ham epchilsan. Bu video yoqyaptimi yoki oldingisimi? O'sha video bilan solishtirganda bunisi 10 marta vahimaliroq. Bilaman, bu videoda xavfli sahnalar juda ko'p. Shu sabab Mak o'lib qolmasligi uchun atrofda 7 ta qutqaruvchi navbatchilik qilyapti. Sovrin 700 ming dollar qoldi. Makni pulni to'liq yutib olish yoki yutqizish yo'li bor. Qolgan 3 qo'rquvni ham yenga olsa, shu pullarni olib chiqadi. Bu bo'lishi mumkin bo'lgan eng qiyin sinov. Bo'ldi, boraver. Bu o'rgimchakdan ham jirkanch. Kirib ko'rchi. Bu xonada bir temir quti bor. Keyingi bosqichga o'tish uchun qo'lingni qutiga tiqib, ichidagi narsani olib chiqishing kerak. Lekin undan oldin buni imzolab qo'y. Agar qo'lingga nimadir bo'lib jarohat olsang, bu meni sudga bera olmasligingni bildiradi. Mana shu yerga imzo qo'y. Bo'ldi, imzoladi. Ichida joli narsa bormi? Ha, qutining ichida har xil narsa bo'lishi mumkin. Mana bu yerga chiq. Qo'lingni mana shu teshiklardan biriga tiq. Xo'p. Ichkarida tortib olish kerak bo'lgan narsa bor. Voy, bu juda qo'rqinchli. Lekin bo'pti, mayli. Avval harakatlanyaptimi tekshiraman. To'xta. Endi boshla. Hozircha hech narsa tegmadi unga. Qaysi paytda tutib olsang, olib chiqishing shart. Mak, tortib olgan narsang, bu bizning yangi Feastible shokoladimiz. Yangi dizayn, yangi ta'm. Qolaversa juda mazali. Keling, hammamiz birgalashib tatib Mendan ko'ramiz. maqtashimni kutma. Ro'y rost aytaman. Ha, ta'mi zo'r. Yangi retseptda yanada ko'proq sut va krem bor. Bizda yangi qarshiloq lazzati, sutli shokolad, bodomli va menga eng yoqadigani yer yong'oqli turlari bor. Yangi Feastibles batonchalari AQShda allaqachon sotuvga chiqqan. Tez orada butun dunyoda ham bo'ladi degan umiddaman. Sizga ham yoqadimi, yo'qmi? Juda qiziqyapman. Hey, Mak, keyingi sinovga tayyormisan? Jimmy, men bu xonada ilgari ham bo'lganman va o'shanda ham katta pul turgandi. Bilaman. Agar hozir menga 500 ming dollar bersang, shu zahoti chiqib ketaman. Eshityapsizmi bu bolani? Jimmy, Bu odam yarim million so'rayapti. 400 ming. Yo'q. Eshit meni. Qara, agar 200 yoki 250 ming desang, balki o'ylab ko'rgan bo'lardim. Unda 350 ming. Yo'q.
Bo'ldi, ketdik. Keyingi sinov. Bunga rozi bo'lmasligini bilgandim. To'g'risini aytsam, bundan oldingisi unchalik ham qiyin emasdi. Lekin hozirgisi boshimdan o'tgan eng qo'rqinchli narsalardan biri asosida tayyorlangan. Yo'q, bunaqa bo'lishi mumkin emas. Bunchalar tez tushunganiga qaranglar. Yo'q, Jimmy. Qani, bunday kela bo'lishi mumkin emas. Hech ham bunday qilmayman, Jimmy. Shunchalik oson bilindimi? Nimadan bilding? Isming yozilgan qabrtoshdanmi? Ey Xudoyim. Bu sinov uchun endi seni 24 soatga tiriklay ko'mib qo'yamiz. Yo'q, Shoshma. Asl bo'lsa kerak. Istagan paytingda chiqib keta olasan, lekin vaqt qancha o'tganini bilmaysan. Agar 24 soat tugamasidan oldin chiqib ketsang, hammasini yo'qotasan. Bu haqiqiy qo'rquv. Ha. Birinchi marta tashqaridan kuzatyapman. To'g'ri. Ey Xudoyim. Sovuq bo'lishi mumkin. Nolan, iltimos bu sinovni buzma. Harakat qilaman. Bu tushlarimda ko'radigan dahshatga o'xshaydi. Boshqacha bo'lish kerak edi. Lekin shunaqa bo'lgani yaxshi. Yo'q, tavba. Bu juda ham qo'rqinchli. Qiziq tomoni vaqt hali ham boshlanmagan, chunki u hali to'liq ko'milmadi. Bunday deyishim noto'g'ri, lekin iltimos, meni tezroq ko'minglar. Xohlaganingdek bo'lsin. Mak, qo'shimcha odamlarni olib kel. To'xta. Endi taymerni ishga tushiramiz. Mana 24 soat boshlandi. Men allaqachon sarosimaman. Yaxshi emas bu. Mak, boshing tepasidagi arqonni ko'ryapsanmi? Uni torta olasanmi? Bu hiyla emasmi? Yo'q. Keyingi safar bu qo'ng'iroqni chalsang, seni qazib chiqaramiz. Lekin vaqt 24 soatdan oshmagan bo'lsa, hamma puldan ayrilasan. Uyingni yoqib yuboraman. $700,000 da ham. Nima? Hammasini yo'qotamanmi? Hammasini? Yoqimli tushlar, Mak. Ratsiyani otvorma, iltimos. Voy, uni otib yuborishimni qayerdan bildi? Ular uni otvorganini pastda bo'lsa ham bilaman. Bu tomonda bo'lish ancha qiziqarli. Va Mak o'z qabri ichida nobud bo'lmasligi uchun biz unga yurak urishi va hayotiy belgilarini kuzatib boruvchi maxsus bilaguzuk taqqanmiz. Lekin bu moslama unga vaqtni ko'rsatmaydi. Asosiy muammo vaqtni qanday hisoblash. Meni rejam 2 soat hushyor yotaman. Keyin 10 soat uxlayman. Shunda yarim yo'lga yetib borgan bo'laman. Keyin yana xuddi shunday qilaman. Tamom, shunday qilib bu sinovdan ham o'tib olaman. Reja aniq bo'lgach, Mak dastlabki 2 soatni o'tkazishga urinib ko'rdi. Festivals batonchasiday bo'lmasa ham ochlikni bosar ekan. Lekin ancha tez zerika boshlagani ayon edi. To'g'risini aytaman. Bu yerda qiladigan deyarli hech narsa yo'q. Bu aynan shunday bo'lishi kerak. Makni shunchalik erta zerikayotgani bu sinovda u uzoqqa bora olmasligini bildirayotgandek. Chunki atigi 45 daqiqadan so'ng u o'zini mutlaqo boshqacha his qila boshladi. Taxminan 2 soat bo'ldi deb o'ylayman. Endi 10 soat uxlab olishga harakat qilaman. Shunda yo'lning yarmini bosib o'tgan bo'laman. Uxlashning yaxshi tomoni shundan iboratki, vaqt tezroq o'tadi. Qabr ichida birinchi kechamni uxlayapman. Yomon tomoni esa, qancha vaqt yer ostida yotganingni aniqlash juda qiyin. Ayniqsa 30 daqiqadan ortiq uxlay olmayotgan bo'lsang, bundan yomoni yo'q. Ayni vaqtda soat necha ekanini bilmayman. Ozroq qo'rquv ham bor. 12 soat oshgan bo'lsa yaxshi bo'lardi deb umid qilaman. O'ylaymanki, shunday bo'lsa kerak. Men bu qiyinchilikni o'tkazganimda do'stlarim doim meni uyg'otardi. Jimmy Jam! Makka ham shunday quvnoq tajriba berishni xohladim. Uyg'on, Mak, yaxshimisan? Oy, Xuddi yuk mashinasi urib ketgandek ko'rinyapsan. haqiqatan ham yuk mashinasi urib ketgandek his qilyapman. Soat necha ekanini taxmin qilsam, menimcha Qancha ko'p vaqt Mak qabrda bo'lsa, shuncha vaqtni aniqlashi qiyinlashadi. ehtimol 16 soat bo'lgandir. Va biz bu kanal uchun har doim hayajon qo'shishni yaxshi ko'ramiz. Shuning uchun keyingi qismda ham qancha vaqt u yerda yotgani haqida sizga aytmaymiz. Mak uzoq vaqt u yerda qolishiga ishonchim komil edi, lekin klaustrofobiya uning holatini yomonlashtira boshlagani aniq. Qabrda bo'lish juda ham qo'rqinchli. Qancha ko'p qolganim sari shuncha yomonroq bo'lyapman. Bu juda ham g'alati bir his-tuyg'u. Lekin oxir-oqibat Mak arqonni ushlagani va qo'ng'iroqni chalishni o'ylayotgani ko'rinib qoldi. Mak yaqin orada qo'ng'iroqni chaladi degan fikrdaman. 24 soatdan kam bo'lganiga ishonish qiyin. Ey Xudoyim, asablarim tarang. Men ilgari shunday videolardan birida qatnashganman va hammasini yo'qotganman. Bu safar ikkinchi imkoniyatim borligi faqat sizlar tufayli. Agar bu safar ham muvaffaqiyatsizlikka uchrasam, bu faqat 24 soat bo'lganini aniq bilmasligimga bog'liq. Umid qilamanki, xato qilmayapman. Mak, do'stim, yaxshimisan? Ahvoling qalay? Jimmy, juda ham asabiyman. Soatni tasodifan oshkor qilmaslik uchun hech narsa demayman. Jimmy, sen 7 kun qanday chidaganingga tushunmayapman. O'zimni yomon his qilyapman. Ha? Oyoqlarda qon aylanishi to'xtab, o'zingni kuraklaring joyidan chiqib ketgandek his qilyapsanmi?
Jimmy, hozir simni tortmoqchiman. Kech nima demayman. Agar menga hozir soat necha ekanligini aytsang, senga $50 beraman. Kech narsa aytmayman. Yaxshi, gapim shu. Belkurakni tayyorla. 3, Voy, u tortmoqchi ekan. 2, Mana bu. 1. Voy, to'xtat, vaqtda to'xtat. Mak qaror qabul qilganidan keyin men faqat bitta ishni qilishim kerak edi. Seni qabrdan chiqarish paytida Shopify haqida gapirib bersa bo'ladimi? Nima, hazillashyapsanmi? Shopify tadbirkorlarga o'z biznesini boshlash yo'lida yordam beradigan platforma. Ba'zida biznes boshlash qo'rqinchli bo'lishi mumkin. Bu xuddi o'rgimchaklar bilan qolish yoki tiriklayin qabrga ko'milishga o'xshaydi. Tiriklay qabrda yotishni xohlamaysan. Shopify esa yordamga tayyor. Agar o'zim biznes boshlamagan bo'lsam, Antarktida kabi g'alati joylarga borib, sizlar uchun bunday videolar qila olmasdim. Shopify yordamida milliardlab odamlar o'z bizneslarini boshlaganlar. Siz ham hoziroq boshlashingiz mumkin. U yerda qanchadan beri yotganingni bilmoqchimisan? Menimcha qazib olishguncha aytmaysan o. To'g'ri. O'z biznesim borligining yana bir afzalligi shuki, do'stlarimga shunday qiziqarli narsalarni qilaman. Ulardan birini Super Bowlga yuborish. Mark Carroll Nolan har biri o'z futbol to'pini sotyapti. Kimning to'pi ko'proq sotilsa, men unga Super Bowlga chiptalarni beraman va ikkinchisini tiriklayin qabrga yotqizaman. Muhimi, shop ilovasini yuklab olib, Nolan yoki Carrollning futbol to'pini sotib olgan holda ovoz berishingiz kerak. Bu videoga pul topganimdan so'ng ko'ramiz, Mark $700,000 yutadimi yoki yo'q. Ey, chiqa qol. Salom. Salom Jimmy. Tashqi dunyoga xush kelibsan. Qani ko'raylik-chi, u yerda 24 soat yotdingmi yoki yo'q? Agar 24 soatdan kam yotgan bo'lsang, $700,000 yo'qotasan. Oh, qaytqigim kelyapti. 3 2 1 36 soat. Men nima degandim? Mana gap qayerda? U meni qo'rqityapti. Tabriklayman, Mark. Endi sen faqat bitta qiyinchilikni yengib, bu pulni yutib olasan. Qani ketdik. Avvalo yuvinish xonasiga borishing kerak. Bilaman, mendan sal yoqimsiz hid kelyapti. Hozirgacha bu videoda Mark uni qo'rqitish juda qiyin ekanini ko'rsatdi. Lekin videoning so'nggi qiyinchiligi uning eng katta qo'rquvi bo'lishi mumkin. Chunki bu so'nggi qiyinchilik oldingi safar muvaffaqiyatsizlikka uchragan vazifaning aynan nusxasidir. Oxirgi sinov. Bu bilan yuzingni yop, qaramasliging kerak. Qaramayapman. Qarama. Qaramayapman-u. Yaxshi. Ko'zlaringni yum. Ochma. Ochma ko'zlaringni. Yur, ochma. Yaxshi. Mana endi och. Yo'q. Buni yana qilmayman. Yo'q, kel. Yo'q, Jimmy. Yana qilmoqchi emasman. Shu yerda tur. Kameralar seni ko'rsin. Yo'q, Yaxshi. xohlamayman. Oxirgi sinov. Muvaffaqiyatsizlikdan qo'rqish. Biz bu yerda u $800,000 yo'qotgan joyni qayta yaratdik va avvalgi kabi qoidalar juda oddiy. 4 ta bosqich bor. Har birida shaklli pechenyelar. Sen shakllarni sindirmasdan qolipidan chiqarishing kerak. Agar pechenyeni sindirsang, $700,000 yo'qotasan va bu esa seni ikkinchi marta yutqazishing bo'ladi. Bu meni dahshatli tushlarimdan biri. Yana bu yerda bo'lishni xohlamayman. Yaxshi, senga taklifim bor. Hozir shartdan voz kechib, $300,000 bilan ketishing mumkin. Yoki xavfga bardosh berib, oxirgi sinovni tugatib, $700,000 yutishing mumkin. Voy. Bu juda muhim qaror. Chunki bu yetarli emas. Bu pulning yarmidan ham kamroq. Lekin yana yutqazsang, jami $1,5 million yo'qotgan bo'lasan. Ishonching komilmi? U qattiq urdi. O'sha paytda Makni bu qiyinchilik qattiq o'ylantirib qo'ydi. Lekin qaror qilish kerak. $300,000 bilan ketmoqchimisan yoki oxirgi sinov uchun hayotingni xavf ostiga qo'yasanmi? Yaxshi, men tayyorman. Juda soz. Men bundan juda ham xursandman. Men seni bu pulni yutishingni xohlayman. Mana shu iPadga qara. Bu pechenyelarni oxirgi safar qancha vaqtda ajratib olganingni ko'rsatadi. 34 daqiqa yo 54 soniya. Senga yana mana shuncha vaqt beraman. Qani, boshladik. Pechenyeni ochsa sindirib qo'yma. Tezlash. U hozir tez harakat qilyapti, lekin bu unga zarar qilishi mumkin. Chunki agar tasodifan peshenyani sindirsa, yutqazadi. 34 daqiqa. Voy, shu qadar tez tugatdingmi? Skyner. Yashil. Bu safar butkul boshqacha. Men buni chiqarguncha shoshilmayman. Davom etamiz. Qani? U juda tez harakat qilyapti. Nega buni ochish buncha qiyin? Ehtimol asabiylashayotganing uchundir. Urinib ko'raymi? Och. Mayli, iPadni ushla. Juda qiyin ochilmayapti. Nima qilyapsan? Men bunga javobgar bo'lishni istamayman.
ehtiyot bo'l. Nazariy jihatdan Makning strategiyasi to'g'ri. Oson shakllarda tez oshib soatini soyabon shakli uchun tejash kerak. Undan oldingi safar 800 ming dollar yo'qotgan edi. 32 daqiqa qoldi. Ha, men butun 32 daqiqani soyabon shakli uchun sarflashim kerak. Bu deyarli imkonsiz. Yo'ldan qoch. Mayli, ketaman. Och. Mayli. Yaxshi. Boshladik. Mak, dekorimni sindirishni bas qil. Bularni osonroq ochiladigan qilib yasashing kerak edi. Shoshilishning hech qanday keragi yo'q. Vaqtingni behuda sarflamaysan. Balki bu safar sekinroq ketishing kerak, chunki bu juda nozik. Bu qiyin. Soyabonga yaqin ham emas. Poygaga tayyorlanishdan oldin yetib borish kerak. Xuddi shunday qiyin. Voy xudoyim. Endi bu menga kerak emas. Ehtimol butunlay sinmagandir. Ha. 29 daqiqa qoldi. Birinchi, ikkinchi bosqichni 4 daqiqada tugatdi. Nega bunday qilganimni bilmayman. Voy xudoyim. Men buni ikkinchi marta qildim. Mayli. Qo'lingni ber. Yo'q, Jimmy, iltimos. Hali ketmoqchi emasman. Yo'q, Jimmy. Yo'q, hozir nimani his qilishimni ham bilmayman. Tur. Meni hali juda ham ko'p vaqtim bor edi. Ha. Nega shunchalik tez ketganingni tushunmayapman. Soyabon. Bilaman, soyabon shakli ko'p vaqt olardi. Ha. Yaxshi. Mak uni hech narsa qo'rqita olmasligini isbotladi. O'rgimchaklar, cho'kayotgan avtomobil va boshqalar orqali sinovdan o'tkazdim. Unga rostdan ham ishonishni boshlagandim. Omad yor bo'lsin. Lekin haqiqatan ham unga faqat o'zining muvaffaqiyatsizlikka uchrash qo'rquvi ta'sir qildi. Omad yor bo'lsin.